yerdagi taassurotlarim juda ham kuchli. Bu yerda sharoitlar juda ham yaxshi, atmosfera zo'r. Menga bu maktab yoqdi va men bu maktabga topshirishga qaror qildim. Men Sattorov Asilbek 2-maktabning 6A sinfida o'qiyman. Men bu maktabga kirish uchun tayyorlanyapman 1 yildan beri. Men bu maktabda ichki faoliyatini ko'rmaganim, lekin tashqi tarafdan rosa havas qilardim.